Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Ömer bo'laman. Aziz ko'ruvchilarimizniki suhbatni ko'rish jarayonida qonimizga a'zo bo'lishni va hambarlishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Suratbek nachar. Bugun 1-fevral kundagi Kanada parlamentida ma'qullangan 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelish qarori haqida hurmatli Mehmet To'xti apandi bilan suhbat olib boramiz. Bugungi aziz mehmonimiz hammamizga tanishlik bo'lgan Mehmet To'xti apandi, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyi Qonun ishlari komitetining mudiri, Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi ijroiya direktori bo'ldi. Hammamiz burundan tanıymiz. Uzun mezgillik peshqadam inqilobchi. Hamda suhbatimizni rasmiy boshlashimizdan burun suhbatimizga xush keldingiz Mehmet To'xtika. Mushu suhbat boshlashdan burun bo'lsa mushu Uyg'ur haqlarini qo'g'dash, mushu himoya qilish qurilishi, mushu tashkilotni bir oldida tanishtirib o'tgan bo'lsangiz, balkim ba'zilar toz bilib ketmaydi. Muşundan başlayalım söhbetimizni. Rahmet. Köp rahmet. Aldı bilen bütün dünyanın arkadaş joylaridagi qurultayimizning bu xabar programmasini ko'rgan ko'makchi bo'lgan qarindoshlar va hamma qarindoshlarga salom. Tashkilotimiz shu 2000-yil 1-oydan boshlab, 5-oydan boshlab Amerikadagi demokratiyani ilgari surish fondining iqtisodiy yardım bilan şu Uyg'ur Sharqiy Turkiston davosidagi ba'zi bo'shliqlarni to'ldirish. Bu bo'shliq nima deganda, şu siyosiy va qonuniy jihatdan bu davoni belgilik shu xalqarada boshqa bir yuqori saviyaga ko'tarish. Qonuniy va siyosiy jihatdan bu davoni yuqori saviyaga ko'tarishning taqozo qilgan yoki kam bo'layotgan shu bo'shliqlarni to'ldirib qonuniy paketlar, anadikin qonuniy paketlarni davlatlarning siyosatiga qanday uyg'unlashtirib, uni siyosiy programmaga aylantirish, o siyosiy programmadan qanday qilib harakat o'ttirg'i chiqarib, Uyg'urlarga bevosita foydali bo'ladigan bir vaziyat yaratish. Mushu g'oyalarni amalga oshirish uchun shu konkretni mushu maqsad uchun qurilib, shu xizmati uchun NED'ning yardım bilan ishlayotdi. Shuna bo'lganda bizning davom qilayotgan bir qancha qonuniy va siyosiy shu dunyodagi nurg'un davlatlardagi shu Uyg'ur davosiga bevosita ta'sir qiladigan nimalarimiz bor. Buning birisi shu Uyg'ur musofirlarni Kanadaga yetkazish. Bu mundaqcha aytganda qonuniy bir tarafi bor bu davoning. Qonuniy taraf belgilik bir yer kelgandan keyin hukumat buni siyosiy harakatga aylantiradigan gap, siyosiy programmaga aylanadigan gap, siyosiy programmadan buning natijasini Uyg'ur xalqi foydalandi. Yana birisi shu Kanada tamojnasini biz Kanada sotiga bergan, masalan, Kanada tamojnasi Uyg'ur majburiy emgigi orqali ishlangan mahsulotlarning Kanada kirishini to'smayotgani uchun o'zining qonuniy vazifasini to'liq ijro qilmoqda deb bu sotimiz davom qilyotdi. Yana bir sot nimamiz bor, masalan, Kanada hukumatining shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga tegishli inkosini qaytarmaganligi va Xitoyga jazo yurgizish jihatda o'zining qonuniy javobgarligini, mas'uliyatchanligini o'rinlamaganligi haqida Kanada hukumati Kanada federal sotiga bergan. Bu birinchi qatimliq sotning nimasi bo'lib o'tdi. 10-oyning 3-4-i uning qarori bosqichi turdi. Ondan boshqa yana Kanadaning shu federal hukumatining mustaqil tekshirish organlari bor. Kanada shirkatlarining Kanadaning sirtida ilib borgan tijoriy harakatlarida bular Kanadaning qonuni bo'yicha kishilik huquq va belgilik axloq o'lchami bilan harakat qilyapti yoki qonun yoki ba'zi tuzumlar bo'sh davlatlarda o'z bishimchilik bilan o'zining Kanada shirkatligini unutib qilib, o'shaning oqishik degandek yoki ishchilarning huquqini dafsanda qilish degandek mushu jihatdan
Şu Kanada'nın mevcut kanunlarını astın üstün kıvatamdı dep şunu tekşirdiğin maxsus federal hükümetinin bir tekşiriş organı var, müstakil bir organ, yerim sot şeklinde işleydiğin. Hem de bu organ bizning şu Kanada'nın 14 çoğun şirketini tekrar iltimas sunulan. Bu organ mı biz sunulan 14 çoğun şirketinin 13 hakkında tekşiriş ilip baradağı berişqa maqul bo'lib, hozir shu ishlar bo'lyapti. Ya'ni bizning bu Uyg'ur panohlanuvchilar masalasi programmamizning yolg'iz bir qismi, undan boshqa mush ishlar bilan bo'lyapmiz. Yana uning qo'shilib shu qurultay va shu Uyg'ur tashkilotlarining bundan keyingi shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini dunyoda qaysi o'rin va qaysi organlar bilan nanalarga apara olamiz. İkinciden Birleşken Devletler Teşkilatı'da hazır şu nurgun Uygurlar yaşayotgan Garip devletleri şu Ceneva Ahdnamesi deb qaralgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uning javobgarlarini jazolash ahdnamasiga imzo qo'ygan. Bu imzo qo'ygan davlatlar bu imzoni qo'yish bilan belgilik mas'uliyatni ustiga olgan. Ammo bu davlatlarning hech qaysi o mas'uliyatni ijro qilmaydi. Hamda bu mas'uliyatni ijro qilishni bunu söyleş için hem de nima deb bana qilmoqchisi deyish uchun shu mas'uliyatni ijro qilmaganligi, bu davlatlarning qanday mas'uliyatni ustiga olganligi, mushuni qonuniy jihatdan bir nima qilish kerak hamda hujjatlashtirib ularni oldiga qo'yish kerak. Mushu haqida ilib berayotgan xizmatlarimiz bor. Buning bir qismi davlatlarga nisbatan ularning shu javobgarligini ijro qilmaslikki nimasi savalligini ko'rsatish, yana birisi Uyg'ur tashkilot rahbarlarini shu qonuniy jihatdan tarbiyalash, ya'ni asosli nurg'un hukmlar bizning nimamizga kundalik iste'molimizga kirdi. Masalan, irqiy qirg'inchilik ahdnomasi degandek, anadagi irqiy qirg'inchilikning 5 nimasi omillari, anadagi qanday vaqtida davlatlarning shu harakatga o'tish payti kelgan bo'ladi. Qanday vaqtlarda bu harakatga o'tganda qanday ishlarni qilish kerak. Andan keyin bu irqiy qirg'inchilik jinoyatlari qaraydigan xalqaro organlar, masalan, ICC dedik, ICJ dedik, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Bexatarlik kengashi, umumiy kengashi dedik. Nurg'un hukmlar hozir bizning tilimizga kiryapti. Ammo tashkilotlarimiz buni bilmaydi. Shunlashqa ba'zi shu jihatda hukum jihatdan biroz nim bo'lgan tashkilotlarga shu jihatda yordam qilish uchun bir qo'llanma tuzib chiqqan, uni taqatdik. Ya'ni ko'p qirliq shu xalqimizning davosini xalqaro sahnada Xitoyga ajallik mush o'g'dak darajada qonuniy va siyosiy jihatdan bir baldoq yuqori ko'tarishning g'amida bir ishlarni qilib ketib boramiz. Köpten köp rahmet. Tafsili tushuntirishingizga haqiqatan Uyg'ur davosidagi kam bosib bo'lmaydigan zo'r bir bo'shliqni to'ldirgan bir tashkilotga texmi yaxshi tushunib oldim. Hamda haqiqatan bir zo'r son Uyg'ur muhojiratida Uyg'ur shu muhojirat tarixida bo'lsin 10 ming odamni bir davlatdanki qabul qilishi, bu ish tarixda bir 100 odamni qabul qilishmi bir qonun jihatda davlat e'tirof qilib bo'lib boqmagan. Hamda shunday bir cho'ng qurilish qandaq bir arq ko'rinishda boshlandi, kimlar boshlatdi. Bu oraliqda biz nurg'un ko'ngilsizliklarni sizga otilgan bo'ktan to'kmatlarni oldik. Shuniki bir boshlanishini bir tushunib boqqan bo'lsak oldida texnik cho'nqur suhbatga kirishdan burun. Rahmat. Men 2017 yil 5-oyda şu Kanada'da qonun kasbida o'qib, eng oxirgi mavsumimda bir xabar tushdi, o'sha xabar agentliklarga. Turkiya, Kanada va Turkiya bilan Xitoy o'rtasida jinoyatchilarni almashtirish to'xtamnomasining Beijingda imzolanganligi, buningga Xitoy tarafdan shu vaqtda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi, Türkiye tarafdan Türkiye'nin şu vaqtdagi Adalet Ministri, hozir shu kishi Adalet Ministri Bekir Bozdağ, Xi Jinping ve Erdoğan'ın şu nimasida meydanda bu ikki kishining shu Türkiye bilan Xitoy o'rtasidagi jinoyatchilarni almashtirish, ya'ni almashtirish, odam almashtirish haqidagi to'xtamnoma imzo qo'yganlik nimasi
Bu xabarlarni ko'rib men biroz nim bo'ldimda, biroz cho'chidim. Buning qaratmaligi u Xitoyning Turkiyada unda qaytirib kelgandek adami yo'q. Xitoy Uyg'ur bo'lmagan boshqa adam yo'q. Bu aniq Uyg'urlarga qaratilgan bir tahdid. Ben bunu his qilib, shuni bilan buni qanday qilish kerak? Facebook'larda bir narsalar e'lon qilgan bo'ldim. Uyg'urlar diqqat qilinglar, bunda ish bo'lyapti. Buna bilan bo'lmaydi. Hamda Uyg'urlar bu yerga qanchalik diqqat qila oladi? Eng muhim bu Uyg'urlarning bexatarligini kafolatga qilish kerak. Mush narsa kallam kirib, shuni bilan o 2017-yilning oxiri qurultayda saylan bo'ldi. Vaqtida men qurultayda vazifa olmagan. Hattoy men qurultayga berib, qurultayga biz ko'chmanlar ish haqida men shu vazifani olay deb o'zim taklif qildim qurultay Dolqun boshqalarga. Yuqori ovozda xalq meni sayladi. Şunu bilan ikki kishini biz Turkiyaga avatdik. Buningdan qarindoshlarning xabari bor. Ya'ni vaziyatni kuzatish uchun avatgan, o tizimlash u bu degan narsalarmi keyin o'ttiraga chiqdi. Aslida shu Turkiyadagi muhojir qarindoshlarimizning vaziyatini o'z ko'zimiz bilan nima qilish. Chunki mening Turkiyaga kirishim cheklangan 2004 yildan buyon Turkiya hukumat tarafidan. Men borolmagandan keyin boshqalarni avatish to'g'ri keldi. Xilma-xil berib kelganlarni anglagan gap bo'yichami ish qilinmaydimdi. Qarindoshlarimiz aytdi, ko'ngil bo'ldi. Nurg'un qarindoshlar shu suhbat bo'ladigan yerga etgandan keldi, materiallarni berib, hatto o'zlari guvohliklarni berib degandek qizg'in ovoz qo'shdi. Nima qilgandan keyin bu ishni biz o'ylagandanmi nimaligini his qildik hamda. Garchi u vaqtlarda 10 ming odam, 11 ming odam tizimladi dedi, lekin biz keyin bu qo'limizdagi materiallarni kompyuterga silib, takrorlanganlarni chiqarib atgandan keyin 3200 dak kishi o tizimlabdi. Umi cho'ng sonda hamda shuni bilan bu ishning biz o'ylagandanmi murakkabligini va yerda qarindoshlarni haqiqatan bexatar his qilmaganligini nima qilib shu bo'yicha 2018-yili 6-oygacha bu Turkiyadan kelgan materiallarni kompyuterga bexatar holda yüklash bilan bo'ldik. Chunki qo'limizda bir narsa bo'lmay turibmi, hukumatga bir gaplarni qilolmaydi. 2018-yildan keyingi shu 9-oyda boshlab bu gaplarni deyishga boshladik. Parlamentdan guvohlik berish yig'inlari talab qildik. Bu masalalarni muzokara qilish talab qildik. Ya'ni shu vaqtlardan boshlab hamda birdan ikkidan millat vakillarini qoyil qilib, komitetlardan mushaqqada qarorlarni chiqarib, bir komitetdan ikkinchi komitet, ikkinchi komitetdan uchinchi komitet, andan keyin parlament. Shuna vaqt ketdi buning. Aralıqda 2 yildak Xitoy virusi sababidan Kanada va dunyodagi nurg'un davlatlar xizmatlarini oqsatdi. Xalqlik xizmatlarga ko'ngil bo'lib, xalqlik bo'lmagan xizmatlarni ikkinchi o'ringa qo'yib qo'ydi. Ya'ni shunglashqa bu 2 yil hamda bu ketgan 5 yilning ichida nurg'un davlatlar bu ko'chmanlarga munosabatlik chiqishlarni qilmadi. Yoki kun tartibiga olmadi. Salomatlikmi shu Xitoy virusiga qanday taqobil turish, shuni bilan bo'lib ketdi. Uningdagi Ukraina urushi deb yana Ukrainaliklar birinchi kun tartibga o'tadi. Andan keyin Talibanlar Afg'onistonni besib oldi deb Amerika va shu Kanada, Yevropadan shu Afg'onistonda urush qilgan shu davlatlarning askarlariga yordam qilgan nurg'un afg'onlar bor ekan, tarjimonlik qilgan. Bu davlatlar shu biz o'z vaqtida bizning askarlarimiz yordam qilgan shu afg'onlarni yutkash bizning axloqiy va nimamiz, majburiyatimiz insonparvarlik nuqtasidan bularni yutkashga kuch chiqarib, ya'ni Uyg'urlarni gapini qistirayli desakmi, quloqqa xo'sh yoqmaydigan bir avval shakllandi. Shunda bo'lsa-mu, boshashmadik. Eng oxirida parlamentdan bu shu komitet orqasidan komitet bu qarorni chiqarib, mana hozir bu Kanada hukumatining programmasiga aylandi. Darvaqa qarindoshlardagi nurg'un salbiy inkaslar va bizga qaratilgan ba'zi bo'xton darajasiga borgan bularni Turkiyadan yetkazgan uchurlarni Xitoyga sotdi deganlar bo'ldi. Ya'ni qandaq bir aql bo'lsa, halbuki bu qarindoshlarning uchurlari hamma Xitoy bergan uchurlar, pasportini biz bermadi, Xitoy bergan. Ularning diplomlarini va kimligini Xitoy bergan. Xitoyda bor uchurlar, Xitoyning uchurlariga ehtiyoj yo'q amaliyotda. Eng muhimi qarindoshlardagi xato tushuncha qandaqdir ismimizni yozib qo'ysak, aytilam Kanadaga ketimiz deb kallasiga shu narsa o'rnab qolgan. Bu davlatlarda sistema qandaq ishlaydi? Bu 10 ming odam emas, bir odamning u davlatdan bu davlatga o'tishi qandaq rasmiyat ketadi? Buni o'ylashmagan. Ikkinchidan bu qarindoshlar bu ishni bak oson saqlab qolgan.
Biz bu işni boshlaganda buni tasligini bilamiz, chunki bu Turkiyada qarindoshlar va boshqa qarindoshlarning Kanadaga va boshqa Yevropa davlatlariga normal viza bilan kelish imkoni yo'q. Viza ololmaydi. Yoki shart to'shmaydi, yoki nurg'un narsalar bilan rad qilinadi. Unda bo'lsa viza elish imkoni bo'lmagan insonlarning Kanadaga kelishini hukumatga tasdiqlatish butun jarayon shu hamda. Normal bular viza ololmaydi. Bularni Kanadaga ekilimiz deymiz. Unda bo'lsa nurg'un viza o'lchamlarini amaldan qoldirish kerak Kanada hukumati. Ba'zilarini qonun bilan, ba'zilarini parlamentning qarori bilan, ba'zilarini shu ko'chmanlar ministrligining o'zining inisiativi bilan yoki o'zining tashabbuskorligi bilan ba'zi narsalarni o'zgartirish kerak. O'zgartmay turib mavjud shart ostida bu bo'lmaydi. Shunlashqa parlamentning bu ishning ichiga kirishining sababi shu. Hozir hamda 10 ming Uyg'ur shartining bo'lsa vatandan Xitoyning zulmidan qochgan bo'lsa va chet elda qo'g'dilish imkoni bo'lmagan bo'lsa, Kanada hukumati bularni Kanadaga kelib iltimos qilib sudning qarori bo'lmay turib bularni musofir deb qabul qildi. Bular musofir, panohlanguvchi deb qabul qildi va bularga panohlanguvchi bo'lgani uchun viza qo'ygan shartlarning ko'plarini qo'ymaymiz. Anadan keyin masalan barmoq izi oladigan, ko'z rangi u bu qiladigan nurg'un biometrik tekshirish deydi. Bularni Kanada kelgandan keyin qilamiz. U yerlarda bularga besim qo'ymaymiz. Anadan keyin bularni panohlanguvchi sifat bilan qabul qilgan bo'lg'achqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan buni takror panohlanguvchi deb ma'qullashini talab qilmaymiz. Anadan keyin pasporti bo'lmasa, pasportini vaqti o'tgan bo'lsa yoki davlat tavalliksiz avval bo'lsa, biz bularga Kanadaga kelishning sayohat pasport sifatida Kanadaga kelgan pasportni beramiz. Shuna qilib ekilimiz. Bu hukumat programmasi bilan bo'ladi. Shunlashqa bularni panohlanguvchi deb oldin ola qabul qilib bo'lgani uchun bular Kanadaga kelganda Kanadaning mangulik o'tirimi bilan keldi. Ya'ni yeşil kartı bilan keldi. Xalqning tilidagi umumimizda gap bilan aytganda, normalda bu ish Kanadaga kelib panohlik iltimosi berib, panohlik iltimosi qabul bo'lgandan keyin uningga 1-2 yil ketadi. Anadan keyin yeşil kart iltimos qilib, yeşil kartning iltimosini qabul qilishiga 1-2 yil ketadi. Kanadaning o'zi kelganlar uchun. Chunki bexatarlik tekshirish oldi, 4 yil ketadi shuning hamda. Ama Türkiye'deki ya başka qarindoshlar şu kelish programmasi uygun kelganlar, ma Kanada kelganda şu yeşil kart bilan Kanadada mangulik o'ltiraqlashish karti chiqib shu tayyorlab keldi. Shunlashqa shu narsalarni tayyor qilish, bu qarindoshlarning kelmoqchi bo'lgan qarindoshlarning arxivlarini o o'tganda 5 yil burun bizga yozib qo'ygan to'g'ri xato uchur bilan emas, rasmiy uchur bilan buni hukumatga ta'minlash, hukumatning bexatarlik tekshirishiga keraklik ba'zi talab qilgan narsalarni berish, bu jarayonlar mana endi boshlandi. Endi boshlandi. Shular bitgandan keyin Xudoyim bersa kelar yili hukumatga degan yoki hozir bo'layotgan qaror bo'yicha kelar yil shu vaqtlarda boshlab birinchi turkum Uyg'urlarning Kanadaga kelishi boshlandi. Ko'pdan ko'p rahmat. Abay sözünüz dediniz, çünkü nurg'un Uyg'urlarninki pasportiniki vaqt o'tib ketgan, ham uni Xitoy konsuldan chiqarilmagan, ya'ni yangi bu tug'ilgan bolalarni tizimlayolmagan nurg'un ahvollar bor Turkiyada. Asosli Turkiyadagi ular. Albatta boshqa davlatlardan bo'lishi mumkin. Endi mushuni abay siz dediniz, bizim burun anglagan, masalan, bir qism lager shohidlarininki guvohlik xizmatlaridami davlat bir parcha qog'oz chiqarib berish orqali ularning sayohatini qulaylashtirgan ahvollar bor Yevropada. Hamda shu ishni haqiqatan chunki pek muhim ko'p so'ralayotgan narsa shuki, buningga bir javob bersangiz, haqiqatan ajning bir imkoniyati bulamdi siz bo'ldi dedingiz. Bo'lsa qanday bir rasmiyat bilan bo'ldi. Nimani o'zining Uyg'ur ekanligini qanday isbotlash kerak bundaq pasporti yo'q insonlar. Bu to'g'riliq so'zlar bersangiz rahmat. Qo'lida hech qanday nimasi yo'q kishilarga nisbatan hamda shunlashqa tashkilotlarning ishonchli Uyg'ur tashkilotlarining Kanada hukumati bilan bu yerda birga ishlashining sababi shu. Hozir biz Kanada hukumatiga Birlashgan Davlatlar Tashkilotini nimadan chiqarayotgandan keyin o'ttirida bu ishga aralashmasa, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu ishlarni qilolmaydi. Birsi
Türkiye'deki Birleşken Devletler Teşkilatı funksiya jihatdan bu ishlarni qila oladigan nima emas. Eng muhimi Uyg'urlarni avvalni tushunmaydi deb, shunglashqa shu Uyg'ur haqlarini himoya qilish tashkiloti bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tashkiloti, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu haqida hamkorlashib, shu Uyg'urlarga hamda mundaqcha aytganda reference bo'lish, tonishtirish, bularni Uyg'ur ekanligini jazmalashtirish, Sharqiy Turkistonda shunday zulmga uchragan sog'lom insonlar ekanligini jazmalashtirish, Kanada hukumatiga bu nimani berish jihatda hamda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan shu Uyg'ur haqlarini himoya qilish tashkiloti biz birga ishlab Kanada hukumatiga shu narsalarda belgilik darajada nimamiz bo'ladi. Bu Uyg'urlarni tonishtirish haqida bir ularga kepillik demayli-da, ma kishilarning Uyg'ur ekanligi ma sababdan biz jazma qildik. Uyg'ur ekanligini biz nima qila olamiz degandek bir o'ttirida hukumatga yordamchi bo'ladigan bir o'rinda bo'lamiz. Shuningdan keyin hamda pasporti yo'q, pasportini vaqti o'tgan butun qarindoshlarga nisbatan Kanada hukumati shu nimani ta'minlab beradi. Sayohat nimasi, agar pasporti bo'lmasa, hech qanday nimasi bo'lmasa, shu bo'yicha bo'ldi. Bunida hamda bir cho'qim Kanada hukumati va boshqa hukumatlarning burundan boshlab shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar oliy komissarligini bu ishga aralashtirishning sababi shu. Chunki bu Kanada ya boshqa davlatlar bo'lsin, u Turkiya yoki Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yerda maxsus shuni qiladigan odami yo'q. Bu konsul elchixonalarning vazifasi boshqa. Shunglashqa shu ishlarni nima qiladiganga nimani shu UNHCR'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining musofirlar oliy komissarligini ishlatib turib, shular ta'minlab bergan uchur bo'yicha shunaqa kelganimda. Hozir hamda biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Turkiyada foydali emas, bularni nimasini biz qabul qilmaymiz deb Kanada hukumatiga buni degandan keyin parlamentning qarori bilan yana bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu ishni bo'lmasa, unda kim qiladi bu ishni degan savol o'tirib chiqdi. Shuni biz to'ldiramiz bu boshliqni. Deb hozir hamda Uyg'ur tashkiloti bilan Kanada hukumati bu haqida belgilik darajada hamkorlashadi. Shu qarindoshlarni tanlash, bularning sog'lomlik bo'libmi bexatarlik jihatda. Chunki Turkiyadagi Uyg'urlarning murakkabligini biz bilamiz. Qo'limizda yetarli ba'zi ma'lumotlar bor. Shunlashqa biz hamda vatanimiz, xalqimizning umum manfaatini o'ylab, imkon bor sisk olmalarning bu nimaga kirib qolishini biz xohlamaymiz. Uyg'ur davosiga ta'sir qiladi. Ba'zi qarindoshlarimiz yengillik bilan ba'zi ishlarga o'z vaqtida qaror bergan. Shunda nimalarga qilmay, lekin davlatlar biz normal deb qaragan narsalarni nurg'un davlatlar bexatarlik jihatda qizil siziq deb qaragan yoki bu bizning uchun tahdid deb qaragan. Shunlashqa biz bu davlatlarning kallasidagi nima belgilik darajada diqqatga olmay o'zimiz bilgan bo'yicha qilolmaymiz. Shunlashqa ma gapimni biroz diplomatik ifodalagan bo'ldim. Tushungan tushunadi gapimning nega bog'liqligini. Bu bir. Yana bir jihatdan hamda shuni bilish kerak. Sharqiy Turkistonning mayli muhojirat tarixi bo'lsin, 49-yildan keyingi yoki uningdan burungi tarixlar bo'lsin, eng ko'p shu Uyg'urlarning chet elga qechishi ikki qechish var. Birisi 49-yildan burun shu Isa Alptekin rahmatlik Memtimi Bo'g'ralar bilan 4500 inson vatandan ayrıldı. Onun köpleri Qozog'da hamda Turkiyaga yerlashdi Afg'oniston orqali. Keyin ikkinchi qatimliq cho'ng ko'chish shu 1950-yillari Sovetlar mezgili vaqtida G'uljidan ko'chish oldu. O 120 ming atrofida qarindoshlarimiz va o'zimizning vatandoshi O'rta Osiyoga ko'chdi. Keyingi 2010-yildan keyingi shu vatandan chiqib, shu Sharqiy Janubiy Osiyo orqali ba'zilar 15 deydi, ba'zilar 20 ming deydi. Shuna qarindoshlarning chegaralar o'tib shunda qochqanligini bilamiz. Endi bir g'arb davlatining Uyg'urlarga ega chiqib, bularning butun chiqimlarini o'zim qilib, turmush xarajatlarga hal qilib, men mush Kanadadek bir davlatga o'rinlashtiraman deyishi tarixda, ya'ni inson bunda xiyol qilsa-mo shirin tushdak bilinadigan narsalar, endi bu reallikni quvvatida. Buningda endi jiq tirishchanlik va jiq emgak va eng muhimi Uyg'urlarga bo'lgan shu boshqa davlatlarning ishonishidagi ilgarilashni ko'rsatadi bu. Yani Uyg'ur davosining sog'lom shu davlatni boshqarganlarni qoyilligidek bir paket va boshqa narsalarni o'tirib qo'yib, shularning
qarar berish mexanizmlariga ta'sir qilib, bu davlatning nurg'un ta'siriga taqishidi. Chunki ketadigan pul va rasxod va 300 million dollar. Moliya ministrligining tasdiqi ketadi. Bu qarindoshlar kelsa hammasi bir mahallada o'ltirmaydi. Oldi bilan Kanada 1 yil ichida bularni xilma-xil o'lkalarga 1 yillik hamda chunki hukumat uning ta'minotini bergandan keyin biroz chiqimi ozroq bo'lgan yerda bir mezgil shu 1 yil o'zlarining normal kundalik hududdan chiqqadak bir tillarini nima qilgadak shaklda bo'lib bo'lish uchun shu 1 yil beradi. Shuna bo'lg'achki bularning o'rinlashishi va bu bolalar olsin, bolalarining maktabi va ularning o'qituvchisi va sinfi va bu kelgan qarindoshlar tilda o'qiydi, usi busi degandek salomatligi va hammani yig'ib kelsak, aeroplan biletlari, anandan keyin 1 yillik bir kishining turmush chiqimiga taxminan 26 ming dollar ajratdi Kanada hukumati. Shunda bo'lganda 26 ming dollarni 10 ming ko'paysak 260 million dollar chiqadi. Faqat 1 yillik turmush xarajatlari. Anandan keyin bu ishlarni aeroplan biletini o'ttir hisoblab adam beshiga 1500 dollardan nima qilsak 10 ming odamning 15 million. 270 million dollar mana ketdi. Normalda kishilarning Kanadaga kelib yeşil kart iltimos qilsa, shu mesharik Uyg'urlar shuna qildi, 1500 dollar atrofida odam beshiga hukumat pul oldi. Hadi bu qarindoshlarning yeşil kartini hukumat o'zi pulni o'zi chiqarib, o'zi ishlab beradi. Bu 1500 dollar ayadan 15 million o yerdan chiqadi. Anandan keyin bularning salomatlik sigortasi bekorlik. Salomatlikning butun nimasini bekorlik degan hukumat to'lab beradi. Anandan keyin bu insonlar kelgandan keyin bularning chiqimlari va boshqa maktablari va maktabning darsiga o'qituvchilari va bularni hammani yig'ib kelsak, shu 400 million dollar atrofida chiqim bo'ldi. Buni hukumat chiqarish kerak. Buningga tashqi ishlar ministrligi aralashadi, bexatarlik ministrligi aralashadi, sahiya ministri aralashadi, o'lkalar orasidagi ishlarni koordinatsiya yurishtiradigan bir ministrlik va ular aralashadi, ko'chmanlar ministrligi aralashadi, qatnash ministrligi aeroplanni o'rinlashtirish kerak bularning kelishiga. Ya'ni bu yerda hukumatning kabineti ham biri aralashadi. Shunlashqa bu ya'ni mundaqla bir odam va kason debla bo'ladigan ish emasligi shu sababdan. Hamma ministerlik buning o'zining tayyorligini qilish kerak. Qatnash ministri bu insonlar nega qancha aeroplan lozim va uni o'rinlashtirish kerak. Shunlashqa qarindoshlarga biroz sabr deyishimizning sababi Kanadaning sharoitida bu vizani beriblar nima qilsang qil demaydi. Shu vizani berish bilan birga bu insonlar nima turadi, nima ish qiladi, nima yeydi, nima ichadi, hammani o'rinlashtirish kerak. Shularni o'rinlashtirib, buni yurishlashtirib, hammani nima qilishga vaqt ketadi. Shunlashqa 2024 yil 1-oydan boshlab kelishga boshlaydi deganimiz, hozirdan boshlab mengyotidi ishlar deganlik bo'ladi. Tafsiliy tushuntirishingiz ko'p rahmat. Ham mishada men iqtisod to'g'riliqmi so'ramoqchidim, lekin o'zingiz allaqachon javob berib bo'ldingiz. Haqiqatan zo'r bir chiqim. Endi bu yerda eng cho'ng ahamiyati menimcha o'sha 10 ming odamning ish bo'lmasa, 2 odamning birdan bolasi bor desakmi, 5 ming odam g'arbning eng ilg'or madaniyati, ya'ni ma'rifida tarbiyalanishi diasporadagi Uyg'urlarga zo'r bir ilg'or qo'shinni ta'minlab beradi. Bu yerda albatta bexatarlik, salomatlik ham tinchlik jihatdan nurg'un to'kpilar bo'ldi Uyg'ur jamoatiga. Ham iqtisod jihatdan bularniki iqtisod yaxshilangandan keyin hech qanday yo'lanchiksiz, qaranchiqsiz qolgan nurg'un insonlar bor. Lekin men shu ma'rif ham yuqori madaniyatda o'qigan shu bir 5 mingdan jiq bo'lishi mumkin albatta. Bu 5 ming eng oz. Ajoyib yuqori bir to'hfa bo'ldiki, buning uchun hammanglarga, shuning uchun qartar ekizgan, haq qozgan hammanglarga barakalloh. Alloh shukr-to'nglarni yuqori qilib bersin, mangan qadamlaringlardan gullar undirsin. Hamda mishada yana bir savol. Parlamentdan olgan qarorkan oqchi, ko'kchi deydigan bir gaplar bo'ldiki. Chunki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan hozirgacha 10 parlament bo'ldi, Yevropa parlamentidan sirt. Hamda ashidan bu hukumat qilmagan, parlament qilgan degandek bir o'sak gaplar bor. Mushiningdagi farq nima? Nimishqa kishilar bu yerdagi bo'layotgan ham bo'lib qolgan, pishib qolgan bir mahsulotnimi bu xil so'zlar bilan hamda yo'q qilishga urinyotidi. Buni bir so'zlab tushuntirib bersangiz rahmat.
Endi bayatını siz degandek bu Uyg'urlar uchun favqulodda muhim bir qadam. Bu qadamni besish jarayoni biz buni bilib besag'liq. Chunki men Dunyo Uyg'ur qurultayini qo'rg'uvchilarning birisi. Men 2004-yili Dunyo Uyg'ur qurultayi qurilib, 2009-yilgacha birinchi, ikkinchi qatimliq shu qurultayning saylimida men xalqning ovozi bilan muavir rais bo'lib saylanib, 5 yil men qurultayning muavir raisligini qildim. Anadaki 2010-yildan 2012-yilgacha qurultayning tunji qatimliq Yevropa Birligiga tayinlangan alohida vakili bo'lib, Yevropa Birligida qurultayga vakolatan ishladim. Yevropa Birligi a'zo davlatlarga jiq sayohatlarimiz oldi. Yevropa parlamentidan qildik. Mush jarayoni mening his qilgan narsam shu, qurultayda yoki Uyg'urlarning umumiy mush da'vo sipida yetishgan odam kuchi nihoyat orqaliq. Masalan, pat-pat ba'zi suhbatlarda bo'linadi. Tibatlarning hozir to'liq kun ishlaydigan 1600 kasbiy xodim bor deb to'g'ri. Masalan, hozir Uyg'urlardan to'liq shu chet elda shu da'vo taqozo qilgan sapa bilan shu da'vo ishlarini ilib boradigan jiq odamga ehtiyoj bor. Ammo 50 odam olaman desak, shu sapada shushni qilgan odam Uyg'urlardan chiqmaydi. Şoňlaşqa şuarda olaydyganlar jiq. Şuarda olaş asan çünki ma kasbiy axloq bo'yicha shu xalqaro o'lcham bo'yicha ish qilish tas. Chunki uningga nima ketadi? O'lchamga qanoatlantiradigan sapa, bilim, nurg'un mahorat ketadi. Bu odam kuchi bir kunda yetishmaydi. Tibatliklar 50-yil, 60-yillardan boshlab adam tarbiyalagan. Mana hozir asosliq chet eldagi da'vo sipining odamlarini bu chet elda yetishtirib, şoňlaşqa davası biz qaraganda biraz keyinda to'g'an bilan davası puxta Tibatlarning. Adam soni Xitoy bilan tampan qilgandek darajada, munozir qilgandek darajada shundoq dikni yetishtirib ekan. Endi Kanadaning muarifi mayli kim nima desa desin, dunyoning o'lchamlari bo'yicha birinchi, ikkinchi, uchinchi qatorda turadi. Eng yaxshi yashash imkoni ta'minlagan davlatlar qatorida ya ikkinchi, uchinchi o'rinda turadi. 5-dan tuvanga tushib qolmaydi. Dünyadaki en yaxshi devletler, işgüzdek devlet var. Şunun için de hem de en yaxshi 5 devlet sanalsa şunun için de Kanada buldu. Yani bu yaxshi devlet degenimiz binasının jiqligi yoki yerining ko'pligi yoki zaminning boyliqi to'lganligi emas. İnsanlarning yashashga bo'lgan sharoitning puxtaligi, adalet sisteminin mükemmelligi, anadaki insanlığa ayrımçılıksız, erkinlik ve insanların öz rolunu cari kıldırdıgan bütün imkaniyetlerinin devlet tarafından təminlenişi, insanların bexatarligi münasebetli bütün tedbirlerinin devlet tarafından ilinişi, insanların salametlik, turmuş hemme narsinin en tüven ölçemde bosma kapaletki yıkılınışı ve insanların hiçbir vakit en tüven dep qaralgan şu ölçemning ostiga tushib qolmasligiga davlatning kapolat qilishi. Shunda bo'lg'achqa bu Kanada nurg'un shu davlatlar qaraganda yaxshi. Ikkinchidan Kanada ko'chman davlati. Ya'ni Kanada bir oqtillik Kanadani qanchalik o'zining deyalasa, men bir Uyg'ur bo'lish sifatim bilan Kanadani shu nima bo'yicha, shu o'lchamda shunchalik o'ronda nimada men mening deyalayman. Ya'ni har bir Uyg'ur Kanadani mening davlatim deyalaydi. Şu axtarlıklar qanchalik deyilgan bo'lsa, shu sababdan Uyg'urlarning Kanadada taraqqiy qilish imkoniyati nima? Eng muhimi Kanada shu dunyodagi o'lchamlik va xalqaro tildan ikki tilda so'zlaydigan davlat, inglizcha, fransuzcha. Shu Kanadada yetishgan Zumratayning hozir shu Uyg'ur da'vosi qanchalik foydasi olatidi? Buni da'vo qilayotganlar bilamiz. Chunki shu yerda o'qigan ham inglizcha ham fransuzcha bilan yetishgan. Misha kelgan qarindoshlarımızdan farzandlari shu tarbiyani oladi. Ota-onalari balkim bu tarbiya olish imkoniga erishamagan bo'lsa-mu, bolalar bu tarbiyani oladi. 10 yildan keyin Xitoy favqulodda cho'chigidek darajada Sharqiy Turkistonning hozir kam bo'layotgan inson manbasi, inson kuchi shu Kanadada yetishadi. Bu da'voning strategik jihatdan nihoyat muhim. Shunlashqa Turkiyada u yerda bu ishni to'sayotganlar Alloh oldida jinoyat ishlayotadi. Milletning da'vosi oldida jinoyat ishlayotadi. Ma'ni bir tarixda bir nima bo'lib qolsin shu, men shuni bilgan deb qo'yay. Jinoyat ishlayotadi. Xatolik demayapman, jinoyat ishlayotadi. Da'vo uchun jinoyat ishlayotadi. Turkiya yaxshi davlat, men tug'an, xalqi yaxshi. Ammo u yetmaydi.
davlatning kuchi, nurg'un narsalarga ehtiyojimiz bor. Xitoyga mushat oladigan davlatlarda bu insonlarni yetishtirish va dunyoning hozir ilg'or texnika, ilg'or nimasi bor yerlarda yetishtirish majburiyatimiz bor. Turkiyani hozir boshqarayotgan Turkiyaning bu taraqqiyotini belgilik seviye tutayotganlarni hammasi g'arbga yetishgan odamlar. Shu sababdan mayli Turkiyada olsun, mayli boshqa yerda olsun, bu ishga qarshi turayotganlar, mayli diniy jihatdan qarshi turayotganlar nima bo'lsin? Biroz men tekrar o'ylashga da'vat qilaman, chunki Kanada diniy jihatdan eng yaxshi musulmon davlatning birisi Kanada. Turkiyadan bakroq musulmon davlat deb deyalayman buni. Shu sababdan o ko'chada qilayotgan gaplarningmi bak uni e'tibor qilmaslik kerak. Hamda bu ishning mayli strategiya jihatdan bo'lsin, mayli xalqimizning kelgusi nimasi istiqboli jihatdan bo'lsin, bu favqulodda muhim ish. Ya'ni bu ishning ahamiyatini nima qilish uchun men bir misol berib gapimni oxirlashtiray. Hong Kongda shuna bostirishlar bo'ldi. Kanadada Hong Kongdan kelgan Kanada vatandoshi va saylamda bilet tashlay oladigan Hong Konglikdan 300 ming bor. Kuchlik. Kanada parlamentida Hong Kongdan kelganlardan saylangan 4 millat vakili bor. Mushular texe Hong Kongdan 5 ming Hong Konglikni Kanadaga yetkazadigan qaror og'zolmadi. Ma ishning qanchalik nimaligini, ahamiyatliligini tushuntirish uchun men misolni beryapman. 300 ming har qanday Kanadada saylam bo'lsa, saylamning natijasini o'zgartira oladigan son 300 ming saylovchi bor. Hammasi Hong Kong. 4 millat vakili bor. Shular turib 5 ming Hong Konglikni men Kanadaga biz Uyg'urlarni yetkazadigan qarorni og'zolmadi. Ma ishning ahamiyatini ma'nodan ko'rib olsanglar bo'ldi. Shunlashqa qarindoshlarimiz nurg'unlari menga bir savol keldi. Turkiyada vatandosh bo'ldik-ku. O vatandosh bo'lganlar bo'laversin, o'zlari shu yo'lni tanlaversin, lekin bu 10 ming Uyg'ur Turkiyadan faqat Uyg'ur chiqmasin, boshqa yerdan chiqadi. Chunki bu 10 ming Uyg'ur kelar yildan biroq 10 ming Uyg'ur kelmaydi. Bu 2 yillik, 3 yillik program. Kelar yil 2 ming, 3 ming Uyg'ur kelishi mumkin. Yana bir yilda 3-4 ming kelishi mumkin. Kelar yil keldigan 2-3 ming Uyg'urga hozir o'chratlar zodi meni beshim og'riyotir hozir. Materiallarini yo'llab. O 2-3 ming Uyg'ur hozirlanba. Keyingi kelar yilga 4-5 ming Uyg'ur uchun u allaqachon tayyor bo'ladi. O Turkiyadagilar bak beshini qatirib ketmasin onunga. 10 ming Uyg'urni nereden topadi deb. 10 ming Uyg'ur birdan bilan chiqadi. Birdan bilan chiqadi. Onundan bak nim bo'lib ketmasin. Shunlashqa biz bu da'voning inson kuchi bilan bo'ladiganligini, inson kuchimizning ojizligidan bu da'voning musholat kelganligini biz bilib yetyapmiz. İnson kuchi bir kunda yetishmaydi. Hozirdan bu ishni qilmasak, 10 yildan keyin yana pushmon qilamiz. Shunlashqa Kanadaga kelgan bu insonlarmi mushuni bilib turib, hech bo'lmasa men vatanim uchun bir ish qilolmadim, men farzandlarimning vatan uchun bir ish qilishiga men ashaga berib, farzandlarimga bu sharoit bakan ashada shu sharoitdan foydalanish uchun boraman deganlik qilisiga singdirib turib kelish kerak. Mayli Kanadaning askarligiga borsin. Mayli Kanadaning şu qonun sohasi dunyoga dangliq. Shu yerda o'qishga borsin. Mayli siyosiy sahnasida. Oldimizga 5 yil ichida Kanadada balkim Uyg'ur millat vakili chiqadi. Hozir 2-3 partiya bilan shuni deyishyapmiz. Hamma narsani o'ylashib, bu qarindoshlar men bunda o'li yashig'ili keldim emas, vatan davosini o'ylab keldiganlar shuni o'ylab kelsin. Men qilolmadim, bolalarim nima qilsin? Kanadada shu sharoit bor. NATOning eng yaxshi askariy nimasini tarbiyalaydigan, tarbiyalash jihatda askariy jihat eng kuchli asos bor davlat. Askarligini qilg'ili kelsin. Siyosatchi bo'lishga kelsin, advokat bo'lishga, injener bo'lishga, nurg'un ishlarni qiladigan shu vatan uchun kelgusida quruq shuar bilan bo'lmaydi bu ishlar. Xitoy bilan biz cyber urush qilishimiz mumkin. Uningga tayyorlik qiladigan odam kuchiga ehtiyojimiz bor. Bu yerda o'ltib avtomat bilan urush qiladigan ishlar o'tib ketdi. Mishada o'ltirib, o'zi turayotgan yerda o'ltirib Xitoyning moliya sistemasini vayron qila oladigan darajada kompyuter biladigan inson kuchiga ehtiyojimiz bor. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi butun nimalarni vayron qila oladigan buni ko'rdik. Xitoyning nurg'un ishki qismdagi materiallarini chet ellik insonlar haq qilib shu uchurlarni oldi. Soqchi arxivi bikodan kelmadi. Xitoylar ta'minlab bermadi uni. Chet elda o'ltirib, chet elliklar Xitoyning sistemasiga kirib shuni oldi. Uyg'urlar nima deb buni qilmaydi?
Bizga quruq shuar lozim emas, o nizomnomasi yo'g'on gap qildiganlar lozim emas. Ma ishni qila oladigan odam kuchi lozim. Nada bo'lsin, shu yerda o'ltirib, Xitoyning bank sistemalari, temir yo'l, havo yo'l, hamma sistema kirib shuni vayron qila oladi. Xitoyning bunini qanata oladi. Xitoyning dunyoning boshqa yerlaridagi nimalarni ilgirlashlarini vayron qila oladi. Bizga mana bilimli odam lozim. U bilim bir kun yaxshi lozim. Shunga vatan uchun xizmat qilishga armoni va insonlarga shu sharoitlar kelyapti. U yerga bu yerga berib chechilib qavrisiz qoladigan o ishlar, o o'tmas ishlar bo'lar, oqmaydigan ishlar bo'lar. Buni degan kishilar unda mangmaydi. Ukrainadagi urush qarab boqayli, nimalar qarab boqayli, masalan Ozarbayjonning Qarabog' hammasi cyber bilan bo'layotdi, shu dronlar bilan bo'layotdi. Dronlarni kichik bolalar yasayotdi hozir. İnsansız narsalarni, uchadigan narsalarni. Bizning ashuna insonlarga ehtiyojimiz bor. Berib xalqning tuproqlarida o'lib beradiganlar emas. Bizning vatanimizning tuprog'ini qutqizish uchun shu asosni shakllantirgan, shu bilimga ega bo'lgan, shunalar qo'llanganini mundaq ikkinchi avlodlarga ehtiyojimiz bor. Shunlashqa bu ishni qandaqdir men Kanadaga berib, shu yerning paravallik sistemasidan foydalanib, ularmi deydigan gapimiz yo'q. U qonuniy haqqi. Lekin bizga ikkinchi avlod shuna yetishga, vatan davosiga ta'sir ko'rsatadigan, Xitoy bilan tik tura oladigan mundaq yoshlarning tarbiyalanishiga ehtiyojimiz bor. Shunlashqa buningga qalaymagan endi hozir nima desa desin, parlamentning qarori ekan, u hamma narsa shuna boshlandi. Parlamentning qarori bilan boshlandi. Ma bu parlamentning qarori ikkinchi ayni birinchi kuni qarindoshlar ko'radi. Mundaqli qaror emas, 5 siyosiy partiyaning o'rtaq qarori. Bir İkinciden bu avazga qo'yilgan hozirgi qaror nimasi biz parlamentga qo'ygan taklif emas. Biz qo'yilgan taklifda boshqa edi u. Masalan 125 mingta anadan keyin shu yil 6-oydan boshlab kelishga boshlab nurg'un boshqa talablar bordi. Ma hozir oldig'ini hukumatning bizga sungan taklifi. 25 ming bo'lsin, 10 ming bo'lsin, 10 deylik. Bizga biroz vaqt beringlar. Ma bu bizning emas, Kanada hukumat ko'chmanlar degan gapi. Shunlashqa parlamentga shu hukumatning bizga bergan taklifi ovoz qo'ydi. Ya'ni hukumatni ishlayotdi. Shunlashqa bu ishning ichidan bilmaganlar, Kanadadan chiqib so'zlaydiganlar bor. Ular ishni bilmaydi, burunmi bilmagan, so'zlagan, u burun so'zlaganlar bo'lgan qanday yolg'on chiqqan bo'lsa, hozir deganlarmi atiga yolg'on chiqadi. Chunki bu jiddiy masala, bu 300 million dollarni gapini davatimiz bu. Bunda kichik bolaning o'yinchig'i emas bu. Kanada parlamentida bir narsaning kun tartib kelishimi oson emas, u samonda kun tartib bor. U oson emas u. U kun tartibini kirgizib qo'ymaydi bir odam. Vaqti muhim mashina qilmasak bo'lmaydi deb ayad bir iroda bor. Hukumat uni kun tartibdan chiqarib oladi. Government house leader deb bir odam bor Kanada parlamentida. Ya'ni hukumatning parlamentdagi so'zchisi deyli, vakili. Adam kun tartibdagi moddalarni chiqarib o'taydi. To'xtab turma beshimizni og'ritdi ekan deb. Ma nima deb birinchi o'lab oyoq qo'ydi? Hukumatning xabari bor ish bu. Shunlashqa mushuncha valla ishlar bo'lgan yerda u hukumat ikkinchidan Kanadadagi hozir hukumat osonlik hukumat. Agarchanda bir partiya qo'llamasa, u hukumat oyoqda tura olmaydi. Ishonchsizlik, turkcha guvansizlik, inglizcha non-confidence. Vot bo'yicha ketib qoldi. Shunlashqa ma Kanadada berilgan parlamentdan o'tirib qo'yilgan narsa, agar hukumat uni ijro qilmasa, hukumat shukitdi. Ma Kanadada biroz siyosat bilganlar, ma hukumat tushunganlar meni gapimning nimaligini biladi. Shunlashqa qarindoshlarga mening tavsiyalarim 30-da parlament bo'lgan shu talash tortishni anglab boqsin, millat vakillari hukumatga nimalarni deydi ekan. Hozir shu Ukrainaliklarga silishtiryapti-da millat vakillari. Nima deb Ukrainaliklarga son cheklimiz qo'ymading, Uyg'urlarga son cheklimiz qo'ysa. Nima deb Ukrainaliklarni darhol akilishga boshlading, Uyg'urlarni bir yildan keyin akilsa. Mush gaplar shu parlamentda hukumatni ham siqishtirgan mush gaplar bo'linadi. Qiziqqanlar 30-chilar naq maydondan shuni beradi, shuni ko'rib baqsa bo'ldi. Kanadada bu ishlar qaysi saviyada muzokara qilinadi? Bu kun tartib qanchalik kuchli ekan? Bilishni xohlaganlar naq maydondan ulanmasini beramiz, uni ko'rsa bo'ldi. Anadan keyin birinchi slardagi ovozga berishda
51'de 49 ötemdiken bu karar ya kanda ötediken onunla mı karab baksı buldu. 100%'lik kollaş öyle ötedi. Belki kabinet ministerleri avaz vermeslik mümkün. Bir işki Xitay var. Milletvekili. Red kılanmaydı belki çekinişi mümkün. Ama evez belgelerine 100% öyle ötedi. Manemen depiyay. Mutlak köpsallık bilen ötedi bu karar. Onun hükümet onun gamına bir közünü sanmay. Ya hükümetnin edim buldu ya da o müzakerelerde. Mümkün mü bu? Şoňlaşka siyasi nemeni bilmegenler, jaryanlarını bilmegenler her xil bahanalar boýunça şunu liýitip, insanlarny meňesine kaýmak durup, burun kaganda kılışı mümkin. İkinciden Xitaylar hazır halebek sarasında muş işler bolgandan keyin Türkiýege bexaterlik ministerleri akay kökeyden edem kelişki başladı. Pakistan'da Xitayning bäzi nimelerine bolatganlygyny habary bizge kelýatydy. Orta Asyada bolýatydy. Xitay bu işning ýoluna kanda tosyman dep hareket kılyatydy. Yani bäzi Uýgurlarmy başka egiz bilen bunu kılyatydy. Bäzi Uýgur teşkilatlary mı onu kılyatydy. Onuňa biz dikkat kılyatymyz. Taryh ýazydy bunu. Biz bu demokratik devletlerde vay kıgının hatta vay akkay kökey dep bu davran kılmaýmyz, lekin bolatganlygyny bilyatymyz. Kaçanki Kanada'da, kaçanki Amerika'da, kaçanki Avrupa'da Uygur panalanğıçlar bir iş bolsa Türkiýede derhal haber çykdy. Vay mançy maň adamga yeşil kart berdi, mançy maň adamga ikamet, mançy maň adamga wetany. Bu bikagy çykan näsle emas. Kanda kılym maşynyň ýoluny kesime. Biz ahmak emas, chet eldeki biz 30 yıl bu davaşını kıldık. Bu her bir deyilgen gapning näge bağallygyny, her bir kılıngan sözüniň näge berip takıldyganlygyny bilimiz biz onu. Peşki meňilse at näge sekraydy, o ýollaryny bilimiz. Şoňlaşka qarindaşlarça agalandyrışymyz şu. Ma iş stratejiýalik ähmiýetlik iş Uýgurlaryň kelgisi üçin bunuňga taş goýmaslyk gerek. Taş goýganlar tarih aldıda bunun hesabını berdi. Hiç olmasa tarih şunda hatırlaydı. Köp rahmet. Hem şu 1 fevraldaki gün tertip doğruluğun bir sözlep bergen bolsaňyz, bu programma kanda başlandı, saat kançadan kançagacha naq meydan kördüganlar kanda görüş gerek. Çünkü nurgun adam kızıqywatydy, aşaýatky talaş tatışlarny aňlygysy balaba. Bu doğruluğun bir fuçuryňyzdan alsak ahyrda. Rahmet. Aldı bilen muş 1-nji aýyň 30-njy güni düşden keyin saat 2-den 3-çe elaka sorak nimesi bolady parlamentda elaka 3-çe partiýa hökümetni Justin Trudeau'dan soraýdygan suallary bar. Şu iş bolady bir saatlik. Onundan keyin la muş Onman Uýguryny Kanada ekilişiniň müzakeresi boldy. O müzakere bir saatlik dowamlaşy mümkin parlamentda. O müzakereme muhim. Yani Kanada'daki umumy hawany, bu Onman Uýguryny ekiliş meselesi, bu Yalğuz Mehmet Tohtunyň egizdeki gepmiken ýa-ki Kanada'nın bir devlet organlarında bu gepler barmiken. Onu biliş kızykkanlar 1-nji aýyň 30-njy gündeki şu talaş tatyşyny parlament näq meydandan berdi. Onuň ulanmasyny men täminlep berme. Ýa-ki onu meselen Qurultaýga şu teklipni berme, ulap onu İngiliz bildiği adamdan birini teklip kılıp, aşağıda bolywatgan näselerini ýandan İngiliz düşündiriş arkaly bu programny nima kılıp boldy, ulap anlatyş mümkin Uýgurça. Başka nimelermi kılışı mümkin, elke şahsi kanalını kılganlarmy Qurultaýnyň bunu kılışyny men teklip bermen. Bu birinci näse şu talaş tatyşyny kaçurmaslygyny kütümen. Biz bolumuz parlamentda näq meydandan körep olturmuz. Anandaki ikinci aýyň 1-nji güni, yani okşaş çarşamba günü boldy. Saat 3-den 4 etrapyga Kanadanyň şu Toronto wagty diýili. Ýa-ki New York wagty bilen düşden keyin saat 3-4. O wagt Ýewropa wagty 9-dan 10 bolady. Nime wagty? Meselen Munich wagty. İstanbul wagty biraz 11-ler boldy go diýme. 2 saat tehme goşup etken 8 saatny fark kıldy eken. Şoňlaşka o awazga berişde müzakere bolmaýdy, awaz koýuladamda. O jyk nim bolmaýdy. Düşden keyin awazga berilip bolgandan keyin şu bizniň mişanyň ýerlik wagtymyz 5-den 7-gacha. Hazırca 7'dek ministerini çakadık. 22
mushu qaroriga kapolatlik qilib, qo'llab imzosini qo'ygan 5 siyosiy partiyadan 22 milletvekili bor. Bu bir odamning taklifni bir odam bergan bilan uning keynida 22 milletvekilining ismi bor. Bu 5 siyosiy partiyadan kelib chiqqan milletvekillari. Uning ichida burungi tashqi ishlar ministri Mark Garner bor. Bir qancha nimalar bor. Şunlaşka bularga bir xizmatlarga rahmat etish uchun bir parlamentda kutib olish beramiz. Reisimiz Dolqin Isa, ijro komiteti reisimiz Ömer Qanat qatnashdi, Uyg'ur jamoat qatnashdi, Kanadaning shu ilmiy sohasidagi zotlar qatnashdi. Yaxshi bir kutib olish bo'ldi. Uni balkim bizning qarindoshlarimiz naq maydonda berishi mumkin. U faoliyatimiz shunday jonliq bo'ldi. Ya'ni Kanada parlamentidagi kuchgan qarindoshlarga rahmat etish faoliyati bo'ldi. Anandaki 2 yillardan boshlab hamda u programmamizning boshqa qismi Quebec o'lkasiga markazlashmoqchi. Bu da qadim qurultayning asosliq xizmat nimasini Quebecning yerlik parlamenti, yerlik hukumati bor Kanadada. Shular bilan o'lkalik darajadagi ba'zi shu Uyg'ur musofirlarni o'rlashtirish, ularning o'ynaydigan roli bor. Ular bilan ayrim paranglashmoqchi. Başka siyasi programlar şu tarafta devam kılıyordu. Hem de en mühimi birinci sıradaki nimede 2 xil program oldu. Birisi avazga koyuş, ikincisi de reception, kütüveliş. Kütüvelişte hem de ministerler katlaşıyordu Kanada'nın. Anadaki en az 22 milletvekili şu nimege qo'llagan ismini imzo qo'ygan shu Uyg'urlarning ekilish qarornomasiga. Bular qatnashdi. Anadagi tashqi ishlardan, boshqa hukumatdan bo'lib, ilmiy sohadan bo'lib, boshqa ko'p har xil diniy e'tiqoddagi siyosiy tashkilotlar bo'lib 200 dak kishi bu kutilishimiz qatnashdi. U cho'ng faoliyat bo'ldi hamda. Ya'ni 20 necha milletvekili, 4-5 ministr bilan bo'lgan u faoliyatlar dunyoning jiq yerlarida bir xiyol hamda. Orzu qilgan. Ama Kanadada realniy bo'ladi shu narsalar. Bu Kanadadagi Uyg'ur davosining ta'sirining qanchalikligini ko'rsatishadi. Bu muhim. Ikkinchidan dunyo Uyg'ur qurultiyiga nisbatan hamda Kanada siyosiy o'rinlarining qanchalik muhim deb qaraganligini bunda bir taxmin qilish jihatdan muhim hamda Xitoyga berilgan kuchli signal. Şunlaşka qarindoshlarning shu birinchi sladagi ovozga berish, anadagi ikkinchi sladagi kutilish faoliyatini ko'rishini tavsiya qilaman. Ovoz kelmadi. Ko'pdan ko'p rahmat programmamizga qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganligingiz uchun. Vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oyoqlashtiraylik. Barliq savollarga bugun javob berib bo'lishimiz notayin, lekin shu 1-fevralgacha bo'lgan oraliq yoki undan keyin programmamizni yana shu temada davomlashtirishga tirishamiz. Shuning bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr taklifinglar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Rahmat Mehmet To'xtapandi. Kurashkishi aman bo'linglar, butun qarindoshlarga salom. Xush vaqt bo'linglar. Allohga emanet.